Assalomu alaykum azizlarim. Avvalo hammangizga kirib kelayotgan Hayit bayrami bilan tabriklayman. Aziz O'zbekiston, aziz xalqim, iltimos yordam berishlaringizni so'rayman. 5 oydan beri yurak kasalligi bilan olishib kelyapman men. Hozir Toshkentda больницadaman. Kelganimga 4-kun bo'ldi. Yaxshiman. Kecha kichkina operatsiyani o'tkardi. O'pkamdan suv oldi 2 litr. Endi 3 kundami 4 kundami yuragimda operatsiya qilar ekan. Iltimos sizlardan yordam berishlaringizni so'rayman. Kim yordam qo'lini cho'zsa, Alloh o'zi rozi bo'lsin. 3 farzandim uchun iltimos sizlardan yordam berishlaringizni o'tinib so'rayman. Qarindoshlarim, mahallam yordam berdi. 5 oydan beri yordam beryapti. Yetishmovchilik sababi operatsiya katta pul kerak ekan.